Xullas qarindoshlar, bugun men sizlarga Xitoydan kelgan eng qimmat kargoyim haqida gapirib bermoqchiman. Kargo narxi $10 bo'lsa chidardim, $20 bo'lsa chidardim, $80 ham bo'ladimi? Ha, nimani kargosi buncha $80 bo'pti ekan deb qiziqayotgan bo'lsanglar, bu shunday ichkin 2 dona yastig' aytdim deng qarindoshlar. Rostdan hazillashmasdan aytibman qarindoshlar. Aynan mana shu 2 dona yastig'ni kargo narxiga $80 pul to'ladimi o'zi ham. Shunaqangi achishib ketyapti qarindoshlar, shunaqangi achishib ketyapti. Ha, qarindosh qanaqib 2 dona parda yengil yostiqqa $80 kargo pul to'ladingiz deydigan bo'lsanglar, zakaz urishda meni eng katta qilgan xatoyimdan bittasi avtokargoni o'rniga avia kargoga urib yuboribman dey yostiqni. Avia kargo qimmat emasmi o'zi qarindoshlar? Yetmaganiga gabaritiga ham pul hisoblab olar ekan bu avia kargodagilar. Avia kargo 1 kilo narsangizga $9 dan $12 gacha pul oladi. Yetmaganiga gabaritini ham qo'shib hisoblaydi. Shunga ehtiyot bo'linglar. Meni jonajon avtokargoyim bor qarindoshlar, 1 kilosiga atigi $5.5 oladi va gabarit hisoblab o'tirmaydi dey. 1 kilo yukka $12 qatta-yu $5.5 qatta qarindoshlar. Xullas qarindoshlar, sizlar ham avia kargodan shunaqa yeb qo'ymaslik uchun 1 kiloga atigi $5.5 dan pul oladigan kargoni o'rganish uchun qarindoshingizni to'g'ridan to'g'ri Xitoydan narsa zakaz qilishni o'rgatadigan kursiga yozilishni maslahat beraman dey. To'g'ridan to'g'ri Xitoydan narsa zakaz qilishni o'rgatadigan kursimiz 1-oktyabr kuni boshlanadi qarindoshlar. Bu kursni o'tkazib yubormaslik uchun profilim shapkasidagi link orqali Telegram kanalimga o'tib olinglar qarindoshlar.